Assalomu alaykum. Mening ismim Komil, yoshim 16 da. Hozirda O'zbekistonda 10 milliondan ortiq tengdoshim bor. Lekin ularning 99% o'z onlayn bizneslarini boshlay olmaydi. Nega? Chunki ularda sarmoya yo'q. Biz bu muammoni Dropuz loyihasi orqali yechdik. Biz yoshlarga o'zining shaxsiy onlayn do'konini bir klikda yaratib beramiz. Ular Xitoy zavod narxida tovar tanlaydi. Instagram, TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib sotadi. Biz esa logistika, to'lov va zavodlar orqali tovar sotib olishni hal qilamiz. Sotuvchida nol so'm sarmoya va o'zining shaxsiy brendi bo'ladi. Sizda uzumdan nima farqi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Farq shundaki, xaridor tovar sotib olganda uzumdan sotib oldim deydi. Lekin biz har bir sellorga alohida web app yaratib berganimiz uchun u sizning shaxsiy brendingizni taniydi. Bizning modelimiz juda kuchli va aniq. Biz har bir muvaffaqiyatli tovar sotuvidan keyin 3% komissiya olamiz. Tasavvur qiling, agar biz oyiga 500 ta tovar sotsak, bu o'rtacha chek bilan hisoblaganda taxminan 100 million so'mlik aylanma savdo hisoblanadi. Bu nafaqat bizning daromadimiz, balkim yoshlarning birinchi sarmoyasiz daromadi hisoblanadi. Dropuz bu elektron tijoratning yangi o'yinchisi. Jamoamizga qo'shiling.